Nilufari tanib turibsizlar. Biz 2 oy oldin video chiqizgandik, ya'ni sizlardan yordam so'rab. O'rtoqlar hamma qo'lidan kelgancha yordam berdi. Kattakon rahmatimizni aytmoqchimiz. Sizlardan yana bizlar bitta iltimos bilan chiqamiz, ya'ni sizlarga yordaminglar bizlarga kerak. Chunki bizlar Nilufari ko'rsatdik, oyoqlarini operatsiyalar qildirdik. O'rtoqlar operatsiya unaqa katta darajada yordam bermadi. O'zingizlar ko'rib turibsizlar. Salkam 2 oy bo'ldi, hali ham yara pashti shu. O'rtoqlar hozir biz chet davlatda doktor topdik, ya'ni Maxachkalada. Hozir ular aytayapti, bu yerga olib kelsang, shtobi bizlar 100% davolab beramiz deb. Bizlarga yana yo'q deganda 20 million, 25 million pul kerak bo'lyapti. O'rtoqlar qo'lingizdan kelgancha yordaminglarni so'raymiz. Pastda o'zlarini, oilalarni kaft raqamlarini qoldiramiz. Turdali va Nilufar qo'lingizdan kelgancha Alloh yo'lida iltimos sizlardan ehson qilishingizni so'raymiz. O'tgan safar yordam bergan hammaga rahmatimni aytmoqchiman. Kattakon rahmat yordam berganligiga. Endi operatsiya qildirdik. Fototerapiyalardan ozgina og'riqlarim qoldi, lekin yara hali ham holatda o'sha holatda bitmayapti. Yaram bitishi uchun faqat davosi chetda bor ekan. Shuning uchun ozgina yana yordam berishingizni so'rab qolaman.